Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari va tabiatsevar muxlislar. Bugun inshaalloh sizlar uchun tog' manzarasi o'ta chiroyli bo'lgan, toza havoga ega bo'lgan Qamchiq dovonidagi Archazor dachasini obzorini qilamiz inshaalloh. Albatta bu dachamiz sizlarga manzur bo'ladi. Do'stlar, lokatsiyani tushuntiraman. Mana bu ko'rib turganingiz Qamchiq dovoni, ya'ni vodiydan Toshkentga kelish yo'li. Tunnelga 2 kilometrcha qoladi. Mana bu to'g'rida do'konimiz bor. Do'konni o'tgandan so'ng, demak, mana bu to'g'ri joyda kirish joyimiz bor. Mana bu yerda Archazor degan o'zi reklamasini chiqarib qo'yishgan. Mana shu joydan kirib kelinaveradi. Agar mabodo tushunmaydigan joylaring bo'lsa, dachani egasiga bog'lansalaring, demak, dachani egasi o'zi pastdan olib chiqishlari mumkin. Ya'ni bundan muammo yo'q. Do'stlar, dachamiz obzorini boshlayveramiz. Demak, dachamizga kirish joyi mana shunday. Kiradigan joy, bu joyda shu yerda dachalarimiz bor. Archazor dachasiga esa mana bu arka orqali kirib boriladi. Bu joyga kelsalaring, haqiqiy tog' nafasidan, tog'da buzdek salqin havosidan nafas olasizlar. O'ta manzarali, o'ta chiroyli, odamga zavq bag'ishlaydigan joy, o'ta tinch joy hisoblanadi. Kiraverishda o'zi odamni chiroyli bir manzaraga jalb qiladi. Mana bunday na'matay gullari, mana bu yerda o'toqlar, maysalar, demak, odamga xush kayfiyat bag'ishlaydi. Kirish joyimizda parkovka uchun, ya'ni mashinalar uchun alohida joylar bor. Mashinalardan qo'yishga muammo bo'lmaydi, bemalol kirib kelishlaring mumkin. Joyimizni kirish qismi mana shunday salqin, muhit hamroh bo'ladi. Mana bu joylarda avtomashinalar uchun muammo yo'q. Kirish joyimizda mana chap tomonda hojatxonalarimiz qo'ldan kelgancha chiroyli zamonaviy qilib qurilgan. Mana bu yerda toza buloq suvlari tushib turadi. O'ta muzdek maza uchadigan suvimiz. Dachamizning kirish qismi, tapchalarimiz bor, qolish uchun yotoq joylarimiz ham bor. Bemalol mazali qorda chiqarishlari mumkin. Video obzorimizni do'stlar tepada yotoqxonalarimizni boshlab kelamiz va sekin-asta tapchalarimizni narxini ham so'raymiz. Qozon haqi, hammasini videomiz davomida sizlarga tanishtirib boramiz inshaalloh. Videomizni kuzatib boringlar. Videolarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, like tugmasini bosinglar va sayfasiga o'ching, yaqin do'stlaringizga shu videolarni tirsilab jo'natib qo'yasiz. Chunki sezon boshlandi, dam olish sezoni. Ayni muddao hozirgi kunlarda mana shunday arzon, chiroyli ishlab dachalar topish juda muammo. Ya'ni bunday videolarni Dacha Life kanalidan topishlari mumkin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, mana Archazor dam olish maskanining hozir yuqori qismidan boshladik obzorni. Archazor deyilishiga sabab imkon boricha bu joyimizda anaqa yoshi katta, kamida necha ming yil desak bo'ladi. Yoshi katta bular archalarimiz bor. Bularda oldida mana dam olish maskanlarimiz, xonalarimiz bor. Haqiqiy archani hidi bu yerga sezilib turadi. Ya'ni o'ta bir boshqacha muhit qamrab oladi. Xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Bitta mana xonalarimizni obzorini qilamiz. Xonalarimiz oddiy shinam jaydar usulda narxlab olsa ham shunga yarasha. Mana bu yerda ayvonlar, yozgi ayvonlari, idish tovoqlari alohida beriladi, alohida gaz ballonlari bor. Mana bunday xonamiz, ko'rpa to'shaklar, hammasi sharoit beriladi. Ya'ni xonamiz mana shunday jihozlangan. To'g'ri, sanuzel, hammom, boshqa narsa yo'q bo'lishi mumkin, lekin bu yerga haqiqiy dam olgani, ayniqsa allergiya qo'zg'agan paytda mana shu archalarning oldida maza qilib hordiq chiqarib, archalar havosida dam olish imkoniyatiga egasizlar. Ya'ni mana shunday sharoitimiz. Endi do'stlar, bu dachamizni mana shu yotoqxona narxini aytib ketaveraman. Bu anaqa sirli narsa emas. Bir kishiga bir sutkasiga 50 ming narx aytilyapti. Ya'ni bitta odamni qolish, agar kunduz kunini o'zi keladigan bo'lsalaring 25 mingdan narx qo'yilaveradi. Ya'ni bundan muammo yo'q. Narximiz o'ta arzon. Hamma joyda bir xil, kerak bo'lsa qolgan joylarda arzon. Endi tabiat mana shunday
chiroyli mana toqqa chiqish imkoniyatiga egasizlar. Bu tomonda mana bemalol aylanib qorga chiqarishingiz mumkin. Bu bitta xonamiz misolida. Bunday xonalarimizni juda ko'p, sekin hozir inshaalloh ulardan borib ko'ramiz. Bu mana hozir bu xonamizni ham ko'ramiz. Ungacha atrofni ko'ringlar mana. Atrofda ham bemalol toqqa chiqib, erta tongda sayr qilish imkoniyatiga egasizlar. O'ta chiroyli, manzarali joylar. Xo'p, endi mana bu joyimizni bitta ko'rib qo'yamiz. Xo'p, Archazor dachasi nomi jismiga omonat. Mana bu xonamiz oldida ham archa bor. Buni havosi ham hozir masalan his qilish nima deydi? Masalan, men his qilyapman, sizlarga yetib borishim, men ta'rif bildirishim mumkin. O'ta bir mazza qilib archani hidi keladi. Ya'ni mazza dam olsa bo'ladi mana shu joylarda. Haqiqiy naturalniy dam olish joyi. Xo'p, endi past tomonlarimizni ham joylarimiz ulardan bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Hozir mana bu uyimizni ham ko'rib chiqamiz. Do'stlar, atrof bitta baho beriladi mana. Archalarimiz, terel tollarimiz, o'ta salqin joylar, maysalar. Xo'p, mana bu joyimizda mehmonlar uchun. Xo'p, mana bu xonamiz. Joylar usulda bemalol ulfatlar, do'stlar bilan kelib dam olishlari mumkin. O'ta salqin, egalar xushmuomala, yaxshi joylar. Aka, bu yerga nechta odam sig'adi umumiy hisobda, sig'imi? Dachamizni umumiy soni 150 tadan oshiq odam qabul qilaveradi ekan. Xo'p. Mana bu yerda mana tapchalarimiz bor. Suvdan muammo yo'q. Mana bu so'rilarimiz ham mana hammasi mana shu dam olishlar uchun. Mana soya salqin joylar. Albatta sizlarga ma'zur bo'ladi. Mana bu xonalarimiz. Do'stlar, har bitta xonaga kelgan dam olishlar alohida so'rilar beriladi. Bemalol chiqib dam olishlari mumkin. Ya'ni faqat xonada qolmaydi, alohida tapchalar ham beriladi bu joyimizda. Do'stlar, mana pastki tomonimizda ham joylarimiz bor. Xohlagan joylarini videolarda ko'rib buyurtma qilishlari mumkin. Aka, bizga mana shunaqa joy ma'qul kelib qoldi desalari, shu joylarda sizlarga zakaz bo'yicha olib qo'yishlari mumkin. Mana o'tloqzorlar, ajoyib chiroyli joylarda mana joylarimizni ko'rib chiqamiz. Mana menga eng yoqqan joy mana shu bo'ldi. Mana oshxonasini olib buni ko'rib chiqamiz. Mana bu joyimiz mana. Xo'p. O'ta salqin, soya salqin joyda ekan, qaranglar. Mashalloh, mana shu joylarimiz qaranglar. Mingillik archalar bor bu yerdagilar, kamida mingillik archalar. Bu tomonimizda ham archa, bu tomonimizda ham archa. Allergiyasi borlar uchun juda qulay, o'ta manzarali. Bu tomonimizda ham joylarimiz bor. Xo'p, bitta xonasini ko'rib chiqamiz. Mana xonalarimiz ham ko'rpa to'shak, hamma narsa sharoit qilib beriladi. Mana shu dam oluvchilarga. Bundan tashqari mana alohida qozon o'chog'imiz ham bor bu yerdagilarga. Mana bu yerda toza buloq suvlar kelib chiqadi. Akalar tortib kelishgan, Alloh rozi bo'lsin. Mana bu yerda xolodilnigimiz, o'choqlarimiz, xolosalar mana gaz ballonlar berishlari mumkin. Mana shunday soya salqin joylarda dam olish mumkin. Yana bu yerda ham tachchamiz bor ekan. Archamiz tagida. Mana bu yerlarda ham mazza qilib dam olish imkoniyatiga egasizlar. Narxlar qaytarib o'taman. Kuniga bitta odamga 25 ming so'mdan narx bo'lyapti. Sutkasiga bitta odamga 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Ya'ni bemalol kelib dam olishlari mumkin do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana har bitta shu so'rimiz oldiga mana buloq suvlar tortib kelingan. Mana bu yerda mana idish tovoqlarimiz saqlanadi. Bu mana toza pokiza holatda. Xo'p. Mana bu yerlarda mo'ykalarimiz, mana bu ham yotoqxonamiz. Mana bu so'rilar beriladi mana. Albatta dam olishlarimiz, ya'ni har bitta xonaga bittadan shuna so'ri beriladi. Bu so'rilarimiz ham hammasi dam olishga mo'ljallangan. Xo'p, ya'ni joylashishda muammo bo'lmaydi. Har qancha odam ko'p kelsa bemalol sig'dira oladi. Keyin do'stlar, kanalimiz nomidan chiqsalaring, shu Dacha Life kanal nomidan YouTube kanalidan chiqdik desalaring, aytgan narximizdan ham
tushib berishadi. Men sizlar uchun talashib tortishib qo'ydim. Narx tushib berishadi. Kanalimizga obuna kelib murojaat qiladigan bo'lsalar, do'stlar. Shuning uchun videolarimizda iloji boricha mana shu do'stlaringiz tarqasalari sizlarga qulay tarzda bu narxlar sizlarga narx aytiladi. Mana bu joylarimizda mana ko'm-ko'k maysazorlar bugun mana inshaalloh 10-iyun sanasi bo'lsa, mana shunday holatda. Mana mehmonlarimiz uchun mana shunday so'rilar jihozlangan, do'stlar. Atrofimiz namatay gullari, mana shunday chiroyli manzara. Do'stlar, bugungi video obzorimiz Achizor dam olish maskani haqidagi qisqacha video obzorimiz mana shundan iborat. Xo'p, sizlarda qanday qo'shimcha savollar bo'lsa, lokatsiya, telefon nomerlar bo'yicha agar sizlarda savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada murojaat qilaverasizlar. Bemalol biz hammasiga javob beramiz qo'ldan kelgancha va dacha egalari nomerlarini opisiyaga ham qo'yamiz va qo'shimcha tarzda ekranimizga ham qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin, do'stlar. Labbi. Bo'ldi. Mana akamiz aytayapti, sut qatiq besplatniy. Ya'ni kelgan dam oluvchilarga aytayapti, sut qatiqimiz besplatniy. Kelib, xohlagancha ichib, dam xorij chiqarishlari mumkin deyapti. Bu bunaqa bonus muncha dachada bo'lmaydi. Bu mana shu dachamiz egasi tomonidan shu dam oluvchilarga bonus bo'ladi. Mana shu labolar o'zlari kerak bo'lsa olib chiqishadi. Ya'ni past tomondan qiyinchilik bo'lsa olib chiqishadi. Ya'ni albatta bu hamma sizlar uchun, do'stlar. Xo'p, do'stlar, videolarimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, videolarimizga demak like bosishni unutmanglar. Tarqatib tashinglar do'stlaringizga. Kengroq tarqatsin. Mana shunday chiroyli joylardan ular ham bahramand bo'lsin. Keyingi videolarni ko'rish uchun salomat bo'linglar. Inshaalloh bundan zo'r videolarni sizlar uchun Dacha Life kanalida qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar.